Podsho ota ziyoratgohida dam olish bizlarga qanchaga tushdi? Qani ko'ramiz. Bugungi sayohatimizni chegaradan o'tish bilan boshladik. Chegaradan o'tgandan so'ng mahalliy transportda ati 70 ming so'm evaziga Podsho ota dam olish maskaniga yetib keldik. Kelishimiz bilan milliy bo'z uylarga joylashdik. Bir kishilik bo'z uy narxi kuniga taxminan 65-70 ming so'mni tashkil etar ekan. Sodda, shina va tabiat bag'rida dam olish uchun juda qulay maskan ekan. Biroz dam olganimizdan so'ng 2 kunlik safarga tayyorgarlikni boshladik. Palatkalarimizni tayyorlab, barcha kerakli jihozlarni yig'dik. Yuklarimizni otlarga ortdik va yo'lboshchilar bilan birgalikda tog'lar bag'riga yo'l oldik. Oldinda bizni haqiqiy sarguzasht kutib turardi. Yo'lga chiqishdan oldin muqaddas podshoh ota ziyoratgohiga kirib ziyorat qildik. Shundan so'ng sayohatimizning eng hayajonli qismi boshlandi. Ertasi kuni tong yorishi bilan podshoh ota soyining boshlanish qismiga baland tog'lar va oppoq qorlar sari yo'l oldik. Yo'l davomida ko'rgan manzaralarimizni so'z bilan ta'riflash qiyin. Harqirab oqayotgan soylar, muzdek buloqlar, ulkan qoyalar va yam-yashil tabiat. Har bir qadamda yangi go'zallik bizni qarshi oldi. Yo'lda biroz dam olib tushlik qildik va yana yo'limizni davom ettirdik. Ba'zi joylarda soy suvini kechdik, ba'zi joylarda tik qoyalar orasidan o'tdik. Ammo ko'rgan manzaralarimiz barcha qiyinchiliklarni unuttirdi. Kechqurun tog'lar bag'rida palatkalarimizni tikib tunadik. Musaffo havo, yulduzlarga to'la osmon va tog'larning sukunati bu sayohatni yanada unutilmas qildi. Ertasi kuni sayohatimizni muvaffaqiyatli yakunlab, ortga qaytdik. Podsho ota bizga nafaqat betakror tabiatni, balki umr bo'yi esda qoladigan xotirlarni ham tuhfa etdi. Agar siz ham shunday sarguzashtni boshdan kechirishni istasangiz, sahifamga obuna bo'ling va barcha videolarni tomosha qiling. Balki keyingi safar podsho ota sari yo'l oladigan inson aynan siz bo'lishingiz mumkin.